Qo'limda 900 megahertz 6 puntimiz. Bu puntimizda Z funksiyaga tushib qolgan bu. Bu uyqu rejimi deyiladi. Bu holatda bagaj zavod qilmaydi, bagaj ochmaydi, avarinkalar yonmaydi. Xudo xolasa shuni nastroyga qilishni ko'rsatib o'tamiz. Ko'p holatda mashinaga o'tirganda ikkita knopka teng, uchta knopka teng bosilib qoladi, shu hisobiga shu yonib qoladi. Buni Z funksiyadan chiqarishimiz uchun qulflash bilan bagaj knopkani teng bitta bosib qo'yib yuboramiz. Z funksiyadan chiqadi. Z funksiyadan chiqdi, lekin bunda passiv drift yonib turibdi. Passiv eshik puntdan qulflab ochgandan keyin avtomatik qulflanadigan rejimi passiv. Hozir buni ham o'chirishni ko'rsatib o'tamiz. Ochish knopka bilan bagaj ochish knopkani teng bitta bosamiz. Passivdan chiqdi. Endi driftni ham o'chirib qo'yishimiz kerak. Drift ham kerak emas. Qulflash bilan zavod qilish knopkani bitta bosadigan bo'lsak, shu holatda drift ham o'chdi, ovozi ham chiqdi, avarinkasi ham yondi, bagajni ham ochadi, hamma funksiyasi ishlaydi. Xudo xolasa sizlarda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, shuni ham to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Punt shunaqa holatda turadigan bo'lsa, ekrani xudo xolasa normal holatda ishlayotgan bo'ladi. Bu videomizni Mejigar ishlatadigan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.